ketmasdim. Menga shart qo'yilgan, yo erga tegib ket, yo o'zing ering bilan nima qilib bo'lsa ham yarash, yo bo'lmasa uydan chiqib ket deyilgan. Nima bunaqa deydi? Odamlar uchun paxta qo'ysa, o'zini farishta ko'rsa, yig'lasa, nozlansa, qo'pol gapirsa, u yomon ayol bo'lishi kerak. Qo'pol gapirsa, yig'lasa, asabiylashsa, baqirsa, u yomon ayol bo'lishi kerak.